O'zbekistonda suv taqchilligi bugungi kunda iqlim o'zgarishi, aholi sonining ortishi hamda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarasiz foydalanish oqibatida dolzarb ekologik muammolardan biriga aylanmoqda. Mutaxassislar prognoziga ko'ra 2030-yilga borib suv tanqisligi hajmi 3 milliard kub metrdan oshishi mumkin. Bu esa suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish va mavjud resurslardan oqilona foydalanishni hayotiy zaruratga aylantirmoqda. Afsuski, ayrim holatlarda ushbu bebaho ne'matga nisbatan beparvo munosabat, uni tejamasdan sarflash holatlari ham uchrab turibdi. Bu esa muammoni yanada keskinlashtirmoqda. Buxoro viloyatida o'tkazilgan navbatdagi o'rganishlar ana shu masalalarga qaratildi. Tafsilotlar muxbirimiz Zilola Xudoyqulova lavhasida. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasining navbatdagi o'rganishlari G'ijduvon tumanida olib borildi. Avvalo iste'molchilarning ichimlik suvidan foydalanish holati o'rganildi. O'rganishlar chog'ida ichimlik suvi tarmoqlariga noqonuniy ulanib, suvdan istaganicha foydalanib kelayotgan iste'molchilar aniqlandi. Mazkur qoidabuzarlik holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan huquqbuzarga nisbatan 4 million 100 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Shuningdek, inspeksiya tomonidan G'ijduvon tumani ichimlik suviga ulanishi uchun Buxoro suv ta'minoti korxonasi tomonidan taqdim etilgan texnik shartlar talablariga rioya etilish holati ham o'rganildi. O'rganishlar jarayonida taqdim etilgan texnik shartlar ichimlik suvi ta'minotiga ulanish borasida amalga oshirilayotgan ishlar qonunchilik va amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari asosida baholandi. O'rganishlar natijasida Abdulla Qahhor ko'chasida yashovchi fuqaro taqdim qilingan texnik shart talablari bo'yicha ichimlik suvi tarmog'iga ulanish ishlari bajarganligini, biroq suv ta'minoti tashkiloti bilan ikki tomonlama shartnoma tuzmasdan ichimlik suvidan foydalanayotganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan mazkur holat bo'yicha ham O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bilan ma'muriy jarima rasmiylashtirildi. Tarmoqlarga noqonuniy ulanishlarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan reyd tadbirida 3 nafar fuqaro tomonidan markaziy ichimlik suv quvuriga o'zboshimchalik bilan ulanib olganlik holati aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan huquqbuzar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga asosan ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Hududda ichimlik va oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish holatlarini aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.